Ben Tügçün Nurali, ben neçe vaqtdan beri tüg qotallarını ziyaret qilish jarayonida bir qism tüg bek baqmagan to'rdoshlarimiz bu tüglarning jo'ngina ketdi. Nimishqa jo'nglar tushib ketdi. Bu tüglarda kasallikmi degandek gapni qilgan bo'ldi. Men buning qarata bir tushunch beray. Cho'nglarimizning bir deydigan gapi bor. 4-oydan 5-oygacha tüglarning eng setilib ketgan vaqti, ya'ni tüglarning insonlar meni ko'rib qolmasinkin deydigan vaqti deb ifodalangan gaplar bor. Amaliyotda tüglar bir qitimliq qish faslini o'tkazib bo'lgandan keyin havo isishi bilan 4-oydan 5-oyning oxiri yana 6-oygacha tuglarniki bir qitimliq jo'ng tashlash vaqti. Bu vaqtda biz tuglarning jo'ngini mayli ilib olaylik, mayli ilib olmaylik, tig-tigdan ko'tarilib, bo'shab jo'ng tashlashga boshlaydi. Bu vaqtda ko'p qism chorvachilar tuglarniki jo'ngning butunlay ko'tarilishini saqlaydi. Shundaqla 3dan 1 qism jo'nglar tushib ketib bo'lgandan keyin qolgan jo'nglar asosan bir bo'shaydi. Bo'shqa vaqtda biroqla tugini yoki yotqizuvchi orqali yoki jazg'a kirish orqali biroqla tatib-tatiblam jo'ngdab ilvatidi. Bu vaqtda tuglarga qayta ishiltish hajatsiz. Bakrak oldirsak tuglarning jo'ngini pakiz ilib olmaydisak, bo'shgan yerlarini qo'lda ilib, bo'shamagan yerlarini bir boshdan qaychilayversak bum bo'ladi. Mayli har qanday tug bo'lishdan qat'iy nazar, yilda bir qitim jo'ng tashlash jarayonini boshdan kechirdi. Shundaqla shu 5-oydan 7-oygacha aralıqda tuglar qap-qara jo'nglar yo'q set holati bo'ldi. 7-oydan keyin nepiz holati jo'ng chiqarib, barbara qish bo'lishiga ergishib, jo'nglar intayin ko'rkam holatda biz ko'radigan tuglarninki asl holatiga qaytadi. Shundaqla qancha so'g'aq bo'lgan o'rinda biqilgan tuglarninki jo'nga shuncha go'zal, shuncha ko'rkam o'sidi, xuddi nurk paltodek. Tuglarni qish kelishi bilan qancha issiqiyat boqqan sira jo'nglar shuncha kalta, shuncha set, shuncha ko'rimsiz o'sib chiqadi. Demek tügjo'ng ehtiyoj borlar hozirdan boshlab aloqalashsangiz bo'ladi. Hozir hamma tugchilarningki tugning jo'ngni yig'ib oldigan vaqti. Haqiqiy 100% ishonchli tugjo'ng situatsiyangiz 1 kilogrammi 70 yuan kran to'lab sepirmiz. Undaq bo'lsa darhol menga aloqalashing.